joning chiqsin sani. Moshni otyaptilar ekan. Teymalaring men o'ldiraman mana shuni. Hali hop. Toq. Yo'q, yemadi, o'xshamadi. Ikkinchisi. Hilola. Sani xatoing. Men bilan arkada snayperskiy karta o'ynaganing. Jonni chakding, mayli necha to'ldirib oldim. Ikkinchi etajdan shag'ovman, tepaga chiqdim, topa olmadim, pastga tushdim. O'ng tarafda bittasi to'nqayib turibdi. Kakras dumba yorar taktikasi. Jonim. Ikkinchi etajda tomda bittasi mehr berdi. 2 marta meni otdi, o'ldira olmadi. Hali hop. Wow, vo Hilola, qiz bola ekanmi? Volla ko'rdinglarmi? Nikini o'qidinglarmi? Pras u yog'ini o'qolmay qoldim. Tepaga chiqdim, hech qachon o'g'il bolalar qizlarga nok bergandan keyin kulak qilib o'ldirmaydi. Короче, qilganni qilmayotganni qilinglar. Qizlarni lut qilish zo'rda, drabavin o'qini ham olishadi, bor kerak bo'lib qoladi deb. Menga rosa yoqadi qizlarni o'ldirgandan keyin uni lut qilish. Hamma narsa bor. Yo'q narsani o'zi yo'q-da ularning sumkasida. Yana bittasini ko'rdim, uzoqdan lechitsa qilib oldim. Bitta otganimda tegmadi har doimgidek. Suvarak. Ikkinchisi. Meni eplab bo'lmayapti-yu.